Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo'shma dasturi doirasida amalga oshirilayotgan O'zbekistonda bolalar va yoshlar uchun qulay mahalliy boshqaruvni inklyuziv transformatsiyalash loyihasida Nurafshon shahri ham ishtirok etmoqda. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Shu munosabat bilan joriy yilning 20-iyun kuni Nurafshon shahrida mazkur dastur doirasida maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda shahar hokimi, Yuksalish umummilliy harakati Toshkent viloyati bo'linmasi vakillari, UNICEF bolalar jamg'armasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi mutasaddilari ishtirok etdi. Loyiha doirasida 4 ta viloyatda 12 ta tuman shaharlar tanlab olingan. Toshkent viloyatida demak Yuqori Chirchiq tumani, Zangata tumani, Nurafshon shahri tanlab olingan. Bugun Toshkent viloyati bo'yicha ikkinchi tanishtiruv maslahat uchrashuvimiz bo'lib o'tyapti. Bu yerda asosan ishchi guruhlar shakllantirilyapti. Bu loyihani aynan prezidentimiz o'zlari qo'llab-quvvatlash ostida bo'layotganligi ko'pchilikka ko'tarinki kayfiyat ham beryapti. Chunki boshqaruvni ma'lum ma'noda transformatsiyalash, ya'ni bizlar keyingi bosqichga bir yuqoriroq bosqichga olib chiqadigan darajadagi mahalliy boshqaruvni tashkil qilish uchun xizmat qiluvchi ishchi guruhlar shakllantirilyapti. Tadbir davomida Yuksalish umummilliy harakati hamda UNICEF vakillari tomonidan O'zbekistonda yoshlar va bolalarga mos mahalliy boshqaruvni inklyuziv transformatsiya qilish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'shma dasturi va tasdiqlangan yo'l xaritasi yuzasidan taqdimotlar o'tkazildi. Taqdimotlar jarayonida natijaga yo'naltirilgan boshqaruv va byudjetlash tizimiga strategik o'rta muddatli mahalliy boshqaruvni rejalashtirish, amalga oshirish, monitoring va hisobot berish tizimlari mavzularida ham ma'lumotlar keltirib o'tildi.